haftaning juma kuni hajga bormaganlar, borolmaganlarning haj kunidir deyishadi. Hajjul masakin. Jumani bir tarifi shu. Nimaga? Chunki haqiqiy haj mavsumida millionlab musulmonlar jamlansalar, juma namozida ham minglab musulmonlar jamlanadilar-da. Yadullohi alal jamaa. Allohning qo'li jamoatdadir. Alhamdulillah. Juma namozi kuni juma namoziga ko'pchilik jamlanamiz. Ko'pchilik jamlangan joyda baraka bo'ladi. Ko'pchilikning duosi ijobat bo'ladi. Shundan kelib chiqib ham ulamolarimiz juma kunini hajjul masokin, hajga borolmaganlarning haj kunlaridir deb ma'lumot qilganlar. Ana bu kunimizdan muborak bo'lsin.